Qadrli obunachilar, shu joyiga bittadan like bosib qo'ymasalaring bo'lmaydi omon lekin boru. Egizaydi, в общем, noyoblari mana akalar. Bo'ldi, vodiy bo'ylab bo'lsa 2,5 milliondan berdim. 2,5 milliondan barbar aka. Vodiy bo'ylab dastlabki. Vodiy bo'ylab dastlabki 2,5 milliondan berdim. 2 million 500 ming so'mdan mana akalar, qisir so'g'lilar, qo'zini narxida. Bunaqasi bo'lmagan haqiqatdan. Tavsiya qilib bo'lamiz, O'zbekiston bo'ylab dastlabkilar bor, kelishilgan holatda bo'ladi. Dastlabkasini qilib beraman. Bir xattalik bo'ldi, Abdulla. Xattalik. Kindigini qarang, kindiga hali qurilgan-ku. Havas qilsak, havas qilganlar bittadan like bosib qo'yinglar. Endi keyingi navbatda ona bolani bitta bo'lsin, zo'ridan bo'lsin deganlarga men qaranglar bolalar. Lider Abdulla. Liderlar aka. Xudo xolasa behijolat. Qo'chqorini ham qarang, mana shu qo'chqor sariq. Sariq qo'chqor. Buni so'liq aka. 1,5 oy 2 oyda atrofida. 1,5 oy 2 oyda. Tana bolalarni qarang, bir xilda boqqan, qarang. Hammasi bir xilda boqqan. Ajratolmaysiz bir-biridan. Ular necha chiqdi narigilar? Hali qo'rami qo'yga to'ldiraman degan odamni qo'y. Zo'rlarni olaman deganga aka. 8 ta qo'zi, 3 ta ena, 11 ta soni ya. 11 ta. Xo'p, birinchi avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli va barakotli bo'lsin deb bugun hafta kuniga dushanba 17-mart 2025-yil. Biz hozirda Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekstilda oldin o'sha optimchilar, arzonchilar yig'ilgan mahalladan Xurshidbek optimchini onaga keldi. Xurshidbek aka, hormay aka. Abdulla, yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka, sizga xudo xolasa aka, bugun necha partiya qo'y ko'rsatamiz aka? Bugun 4 partiya, chichchana. 4 partiya zo'rlaridan ko'rsatamiz akalar. Egizaydi, в общем, noyoblaridan kelgan. Udorlari. Xudo xolasa egizaydi, yaxshidan olib boqaman degan obunachilarimiz videoda o'tkazib olmasdan boshdan oxirigacha ko'ringlar. Bu hali boshlanishi. Undan keyin mana qaranglar akalar, ichkarida в общем, noyoblaridan bor. Xudo xolasa yakka bolali, egizay va qisir so'g'liqlar kelgan. Qisir boladan chiqqan so'g'liqlar. Xudo xolasa go'sht yo'nalishi boqaman deganlarga qisir so'g'liqlar kelgan. Xo'p, bular aka birinchi partiya hammasi egizay, uchovi ham? Uchovi ham egizay Abdulla. Uchovi ham egizay. Ha, xullas bitta hozir 8 ta qo'zi bor-da. Qo'zi ikkita ko'p ekan. Ikkita ko'p. Ikkita ko'p. Bittasini enasi nobit bo'lib qolibdi, to'g'risi. Mana shu ikkovini. Oling-da Abdulla. Mana shu ikkovini, mana bitta qo'chqor, bitta sog'liq, ha. Mana bu bilan, mana bu. Ha, shu ikkovi. Birga yurargan, ha? Qaysi biri qo'chqor? Mana narigisi qo'chqor. Mana bu qo'chqor, ha? Narigisi qo'chqor. Qo'chqor so'g'liq. Bittasi enasi bo'lmabdi, bittasiniga nima bo'lgan? O'zi bular ham egizay asli, bunisi enasi bo'lmabdi. Ha, boqisholmagan o'sha. Ha. Bu egizay bolalari qo'chqormi so'g'liqmi aka? Buni egizaydi bolalari mana katta qo'yimizniki ikkovi ham sog'liq Abdulla mana. Sizlarni bir ko'rsatib qo'yasiz aka? Mana shu qo'yimizniki ikkovi ham sog'liq. Metr yo'qmi metr? Metr yo'q bitta Abdulla, mana tishlari. Tishlari zo'r ekan, marjon ekan. Bolalar, mana bolalardan qarang, mana shu ikkovi ham sog'liq Abdulla. Ikkovi ham sog'liq, ikkovi ham sog'liq. Narigilarga bitta qo'chqor, bitta sog'liq. Bu kashtanlarga bitta qo'chqor, bitta sog'liq. Onalarning sutlari ham zo'r ekan aka. Ular bir tiyat yemagan yo'q, dalada yurish shunchalik boqyapti Abdulla. Mashalloh, qo'ydi zo'rlar ekan haqiqatan akalar. Bolalar necha oylik aka? Bolalar 1,5 oy 2 oyda atrofida. 1,5 oy 2 oylik. Tana bolalarni qarang, bir xilda boqqan, qarang. Hammasi bir xilda boqqan. Ajratolmaysiz bir-biridan. Ular necha chiqdi o'sha narigilar, kashtanlar aka? Hammasini yoshi bir. Yoshi bir xil? Hammasini yoshi bir xil Abdulla. Endi u tishini ko'rsatdik, hozir akalar yaylovda yurgan qo'y ekan. Agarda xonadonda boqilganda mana Abdulla tishini ko'ring. Bu 4 tish ekan aka. Bu 4 tish, bu ikkinchi bolasi akalar. Hammasi bo'ylari 80 dan baland. 80 dan baland, xijolat qilmaydi xudo xolasa. 80 dan pastida bas akalar, qo'ylar katta qo'ylar. Keyin go'shi ham joyida hammasini. Hozir endi aka egizaylar alohida, qo'zilar alohida aytamiz. Ikkita qo'zini. Ha, agar hammasini olaman desa, hammasini ham qilib beraveraman. Agar mash turish, lekin mashlarning orqasidan yuribdi, mashlar orqasidan katta bo'lyapti. Endi o'zi aka baribir bular yo'radimi? Ha, bemalol yemga kirib qolgan. Yem ham yo'radi mana. Yemga kirib qolgan. Mana uni qo'chqor ekan, narigi so'liq ekan. Alohida qo'zi so'raganlarga mana qo'zini. Ikkovini alohida ham beraveraman, alohida so'raganlarga. Egizaydi ham. Yo'q, hali qo'zilarni, ikkita qo'zini ta. Qo'chqor so'liqda aka. Qo'chqor so'liqda. Mana ko'ringda Abdulla, mana mashinasida qo'chqori. Go'zal ekan mana. Haqiqiy qora hisobli qo'ydan. Mollarni ham qarangda. Mana. Qora egizaychi bo'lgan ekan, o'zi bilan mana bu endi marjonlari ham turibdi akalar. Qora baxmal degani shu bo'ladi. Mana akalar, sinjunida qorani. Bolalari 1,5 oy 2 oylik atrofida. O'shanaqa. 1,5 oy 2 oylik bor bor. 2 oylik atrofida. To'g'risi bolani haqiqatan akalar zo'r boqdi. Ancha-muncha bittalik qo'yam bunchalik boqmaydi. Oson aytish kerak mana. Keyin mana shu bitta bolasi kirib oldi. Kirib oldi, sqavorsiz. Chiq. Mana. Hozir endi egizayda 4 ta sog'liq, 2 ta qo'chqor bo'lyapti bolalar. Ha, egizayda 4 ta sog'liq. 4 ta sog'liq, 2 ta qo'chqor. 2 ta qo'chqor. Bitta hali qo'chqor sog'liq alohida bor. Shu sog'liqlari bor-ku Abdulla. Kuzga bemalol qochaveradi. Bemalol qo'chqor qo'ysa bo'laveradi kuzga. Hali qo'rami qo'yga to'ldiraman degan odamni qo'y. Zo'rlarni olaman deganga aka. 8 ta qo'zi, 3 ta ena, 11 ta soni ya. 11 ta.
Xo'p, birinchi aka egizaklar necha pulga berasiz aka? 3 ta egizakdi. 9 ta bo'lar ekan o'sha. Ha, 9 ta. Abdullo vahima qilmayman u. To'g'risida haligi $1000 unaqa narx yo'q. 10 million emas. 9 milliondan uchovini dastlabkasini qilib beraman. Toshkentgacha dastlabkasi meni bo'ynimda. 9 milliondan 27 millionga 3 ta egizakdi. Ha, 3 ta egizakdi. Dastlabkasini qilib beraman 9 milliondan. Общий hammasini necha pul bersan? 2 ta qo'zi yo'q aka. Bitta qilib olaman degan. O'zani ikki qo'ziga 4,5 million deyman deyapti. Abdullo. Hop. Ne qo'zsangiz 31,5 million bo'lar ekan. Hammasini bitta olsa 31 millionga aytgan joylariga dastlabki qilib beraman. To'ppa to'g'ri 30 million qilib bersa-chi aka. Ya 30 millionga to'g'risi qoplaydi, dastlabkasiga men qiynalib qolaman. Ya endi keling birinchisiga aka, kanalimizga yangisi aka, xudo xolasa aka, obunachilarga mana o'rgataylik aka. Qochinga aka mana keling. 30 millionga videoda keling aka. 1 million so'm endi aka hammasiga o'tib berasiz aka mana. Gap yo'q, Toshkentgacha dastlabkasini qilib beraman. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Ag'aga kelishamiz, telefon qilishaversin, 30 millionga baraka, hammasini bir joyga olasiz. 30 millionga. 10 bitta qo'y. Qiziqqan qo'zilar bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. 10 bitta qo'y. 9 ta qo'zi, 8 ta qo'zi, 3 ta ena. 3 ta ena mana. Enalari ham o'zi 4 milliondan kamiga bermaydi bozorda. To'g'risida kuchli qo'ylar ham. Katta qo'ylar haqiqatan. Zoti yaxshi, muhimi zoti yaxshi, yoshi yosh akalar. Endi qo'rani qo'yga to'ldiraman degan odamni qo'y. Qo'zilarni ham qarang. Qo'zilari ham go'zal ekan. O'sha yemni shunaqa yeyishyapti Abdullo. Bolalar yeb qo'ygan-a, Yemga kirib qolgan bular. Xudo xolasa akalar kuzga bitta ajratib turib qo'shqora bolalarni ham. Emadi ham hozir ham? Ha, yemayapti. Emadi ham. Enasi dasturxon qo'yib qo'ygan. Men qizig'ini aytaymi, ana uka yetimni ham emizyapti bular. Bular a? Ha, yetimni ham emizyapti. Bitta joyda turgani uchun hali uni ham emizyapti-da. Mehribon ona sovrinni berish kerak ekan. Shunaqa narsa yo'q. Hali shunaqa narsa yo'q. Bir qo'rami o'zi hammasi. Hammasi bir qo'ra o'zi. Hammasi bir qo'ra ekan. Quloqlari ham butun, enalari hammasini. Quloqlari ham butun, bolalarning ham quloqi butun. Bolalarniki ham butun. Abdullo. Maşalloh. Xudo xolasa bolalardan chiqib ketadi. Baraka topadi olgan odam. Akalar qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomerlar qoldiramiz. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda Vodiy bo'ylab Toshkentgacha mutlaqo bepul tarzda yetkazib beriladi. Yeb ishlari garantiyasi bor. Yeb ichishi behijolat. Bo'lsa keyingi partiya qo'yilib olib chiqamiz endi akalar. Hurmatli obunachilar, mana endi keyingi navbatda ona bolani bitta bo'lsin, zo'ridan bo'lsin deganlarga men qaranglar bolalar. Lider Abdullo. Liderlar aka. Xudo xolasa behijolat. Qo'chqorini ham qarang, mana shu qo'chqor sariq. Sariq qo'chqor. Buni so'liq aka. Buni qashqasi qo'chqor, ha. Yo'q ham qashqa, bu sariq qo'chqor manimcha. Buni sariq qashqasi qo'chqor, qora qashqasi soliq. Qora qashqasi soliq, ikkovidan bittadan. Ikkoviniki ham bittadan. Buniki bu. Buniki bu. Kashtanniki mana shu, sariq. Kashtanniki sariq. Qoraniki u qora mana. Bular nechinchi tug'ishlari aka? Bularda ham ikkinchi tug'ish Abdullo. Bular ham ikkinchi bolalari. Bolalari bular 3-4 oylik bor aka bolalar. Ha, bular 3 oylik qo'zilar mana. 3 oylik qo'zilar. Maşalloh mana akalar o'zi hali qo'zini bilinib turadi, sizga to'yib ham yurgan. Quloqlarini ham qarang, e'tibor bering. Quloqlari ham uzun. Yaxshi qo'chqor qo'shilgan ekan. Otasi bittami ikkovini? Ikkovini otasi bitta. Просто bunisi enasiga tortgan ekanda, sariq qo'chqor. To'ni enasiga tortibdi, ikkovi ham qashqaligi bilinib turibdi mana. Qashqaligi otasi bittami? Otasi bitta ekan mana akalar. Bularda ham bo'ylari 80 dan baland, yedishlari yaxshi enalar. Xudo xolasa behijolat. Enalarni behijolat yeb ishlari, xudo xolasa. Yeb-ichmasa bunaqa qilib boqmaydi bolani, qarang. Bolani haqiqatdan yaxshi boqdi. Yem ham yaxshi bo'lgan ekan endi baribir. Xo'p, necha pul aka bu ikkovi? Abdullo, ikkovini bo'ladigan narxini aytaman. Bo'ladigani. 13,5 millionga dastlabkasini qilib beraman. Samarqandgacha meni bo'ynimda. 13,5 million berishadi. 13,5 million. Samarqandga dastlabkasi meni bo'ynimda. Endi bo'ladigani dema, o'tib beradi. Yo'q, mana shunaqa qo'zlar chiqarib $300, $400 deyishyapti. To'g'risi, sariq qo'zlar o'zini chiqarib. O'shunaqa babi oladigan odam so'raydi-da aka. To'g'risi, enasini yana 2 oy emib qolsa, yana ham dangillab ketadi-da Abdullo. 13,5 millionga gap yo'q, men dastlabkasini Samarqandgacha qilib beraman Abdullo. Yem ham yeb qo'ygan, o'zi bagaga. Ham emib, ham yeb tursa, vobshe bo'lib ketadi bu qo'zilar. O'shunaqa zo'r bo'lib ketadi, xudo xolasa. O'tib berasa, telefon qilsa aka. Xayri bor, gap yo'q. Telefon qilsa o'tib beraman. Oladigan ba'zicha so'rab olsa, ba'zi qiziq bo'ladi-da aka. Bo'ldi, gap yo'q. Xayri qilib beraman. Hurmatli obunachilar, 13 million 500 ming so'mga yanacha xayri bor. Telefon qilsalar ish bitadi. Agar o'zidan kelib tevasida olib ketsalar, dadil o'tib beradilar mana. Tevasida sudalashsalar. O'zlari kelib olib ketsa o'tib beraman. O'tib beriladi mana. Qiziqqan hozir pastki raqamlarga aloqa qilib qo'yasizlar, bo'lmasa bular kirgizamiz, keyingi navbatga qo'yib chiqamiz. Bular bittalar olsa necha puldan? Bitta qo'chqor bolalik, bitta soliq. Qo'chqor bolaligiga 300-400 ming qo'shilib qoladi. 400 ming qo'shilib qoladi. Soliq bolaligicha ayriladi. Ha, soliq bolaligicha ayriladi. Bo'ldi ya. Hurmatli obunachilar, mana endi keyingi navbatda vobshim noyob chiqdi egizaydi. Mana qaranglar. Abdullo Udari. Maşalloh, egizaydi zo'r. Havas qilganlar bittadan like bosib qo'yinglar. Qarashani ko'kini ko'rganmiz Abdullo. Zo'r aka. Kallalarini qarang-da bolalarini. Kallalari oq. Birinchi videoyimizdan akamizdan mana udar qo'ylardan ko'rsatyapmiz akalar. Bu aka egizay-a? Egizay. Bola ham o'ziniki, xudo xolasa. Javob Abdullo. Javob.
Bolalari qo'chqormi, so'g'liqmi? Bolalari biri qo'chqor, biri sog'liq. Bitta ushlab ko'rsatib bering aka bolalarni gallalarini. Ke janavar. Mana bolalari qarang. Bir haftalik bo'ldi Abdulla. Bir haftalik Kindigini qarang, kindigi hali qurilgan yo'q. Havas qilsak, havas qilganlar bittadan like bosib qo'yinglar. Kallalariga ham e'tibor bering. O'shani aytyapman. Kallasini qarang. Quloqlari. Yo'q, men yonidan ko'rsatayda aka. Mana. Qo'zini qaranglar, kallasini bunday. Gavaritlarini. Oppoq ekan uni kallasi ham qarang. Qo'chqorda xudo xolasa yaxshisi qo'shilgan ekan aka. Mana shunisi qo'chqor o'zi. Bunisi qo'chqor, narigisi sog'liq. Narigisi sog'liq. Irash kelyapti shu ekaningizga. O'shanaqa. Irasi ichini ko'rsatib bering aka bitta. Oyoq qo'lini ham olingda uzunligini, Abdulla. Cho'ziq qo'zigan olma aka. Tepasi ko'ch qarang. Kalla bilan to'ri oyoq oppoq. Mashalloh. Akalar to'g'ri rasmga bunaqa qilib chizilmaydi. Mana Abdulla tushini ham bitta ko'rsatib beraylik sizga. Oppoq enasi ham mana. Mana. Mana shu rosa to'ri yashar ekan aka. Abdulla. Rosa to'ri. Ikkinchi bolasi. Ina ham yosh. Bolalari ham qo'chqor sog'liq, go'zalidan mana akalar. Bo'ylari 80 enasini, xudo xolasa. Yo'q, 80 dan baland. 80, kami 80 da. 80 plyusga olishaveradi. Kichkina qo'y bas. Yo'linlarni ham qaranglar akalar. Yeb ichlari zo'r aka bular. Xudo xolasa yeb ichlari zo'r. Bir kunligida olib keldim Abdulla. Bularda? Ha, bir kunligida. Bir hafta turibdi pastda. Bir hafta turib qoldi o'sha. Bir haftalik bo'ldi mana. Mana bir haftalik bo'libdi qo'zilar. Hurmatli obunachilar, bemalol o'shancha qo'rqmay yeb ichishga garantiya beryaptilar. Keyin bolalarni xudo xolasa o'zini. Otasi ham o'ta kuchli qo'y ekan. O'zini ko'rib, video qilish xayolga kelmabdi Abdulla. Otasi nima biladi? Video qilib olganda ishonchliroq bo'lardi, lekin ya o'zi mana ko'rinib turibdi bolalaridan. U oyoqlarining orasi, chotini orasini ham olingda qo'zini. Qaranglar akalar, qo'zilardi. Xudo xolasa behijolat ikkovlari ekan. Hammasi. Hali xolis qo'chqorlar qo'zilarni seleksiyani akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Buni sifatga boqishadi, to'g'risi. Go'zal aka. Ha, sifatga boqishadi. Bitta o'zi xo'rada mana shunaqa ko'paytirib olsa, mana shunaqa qo'ylardan bir xillar qilib. Bolalar ham dumbalari chiroyli, lekin tikka dumba, raketa dumbalaridan. Xo'p, aka, narxi qancha bulardi endi? Narxi Abdulla to'g'risi buni $1000 qo'ymoqchi edim. Aha. Birinchi chiqaryapsiz aka, yangiroq qo'ying deganingizga gap yo'q. Gapni eshiting Abdulla. Aha. $800 ga Samarqandgacha dastlabkasi mani bo'ynimda. $800 ga. $800 ga shuni yetkazib beraman. Xudo xolasa mana shu qo'chqorni o'zi mana shu qo'zisini o'zi olib ketadi. Mana shu qo'chqorni o'zi kelajagida qo'y olaman deganga mana o'zi quloqlarini ham qarangda bitta e'tibor bering. Uzun ekanda quloqlari qulog'i ham. Bir haftalik bo'lib turib quloqlari uzun ekan. Agar bitta seleksionerni qo'liga tushib qolsa bu qo'y Abdulla narxi qo'yishtirishadi. 2000-3000 ga bermaydi bu egizakni, to'g'risida. Mana shu qo'ydi-da. Endi bizga yangiroq kelgan gapi yangiroq beramiz. Mana akalar, havas qildim. To'g'risi o'zimda ham bunaqa ancha kelmagan akalar mana. $800 ga dastlabkasini Samarqandgacha qilib beradi. Samarqandgacha dastlabkasi mani bo'ynimda. Agarda shu vodiydan bo'lsalaring, o'zlaring kelib olib kelsalar, o't berasiz aka. Gapi o'zlari kelib ko'rib ustida. Ustida ko'rsa boshqa-da. Telefonda boshqa. Katta qo'y kichkina ko'rinadi, kichkina qo'y katta ko'rinyapti telefonda. Endi qanaqa ko'rinyapti bilmayman, qo'ydi jasadi hamma yo'g'i joyida, sifati ham. $800 ga ular dastlabkasini qilib beradi, Tosh Samarqandgacha. Samarqandgacha mani bo'ynimda. Ag'aga kelishamiz, Samarqandda ag'aga. O'zbekiston bo'ylab bor lekin dastlabkasi. Lekin O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib berishadi, kelishilgan holatda bo'ladi akalar. Qadrli obunachilar, shu joyga bittadan like bosib qo'ymasalaring bo'lmaydi, lekin bor. Egizakni в общем noyoblari mana akalar. O'zim buni kirgizamiz, keyingi navbatda qo'yib olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, mana endi keyingi navbatda puli yengil 3 oylik qo'zini narxida. Xudo xolasa 100% qisirlaridan aka. 100% boladan hammasi ajradi Abdulla. Boladan ajragan. Yana bitta oling-da, hammasini ustida turibdi. Payshanba kuni ajragan. Kambag'alni boy qiladigan, mana shu ko'rinish xunuk-ku, lekin bolani qo'ydi kambag'al boy qiladigan, sразу foydaga olib keladigan qo'ylar mana shular bo'ladi aka. Abdulla 3 oy yaxshi yemasa pishadi qo'ylar. Zo'r semiradi mana shular. 2-3 oyning ichida plyusga kirasiz. O'sha bir haftada bilinadi qo'y o'g'nalishi. Nima desa, bu qachon boladan ajragan? Yillar lopillab turibdi, hammasi. Hammasini yerini lopillab turibdi. Yilini qachon boladan ajradi bular? Payshanba kuni ajragan Abdulla. O'sha sekin qaytishga keldi o'sha. Hali nimadan o'tib oldi? Og'riqdan o'tib oldi o'sha. Qaytishga keldi. Hali qiynalishmayapti, qolishdi, marashmayapti. Nima maragan yo'q. Endi shahar joyida boqadiganlar ham ko'pda. 5 yil. Nechta u soni aka? Soni Abdulla batta 8 ta soni. 8 dona. 8 ta bo'lsa kerak. 1 2 3 4. Ularning bo'ylari 80 plus minus. 9 ta ekan mana. 9 ta ekan. 1 2 3 4 5 qani sanab ber. Sanab ber, haqiqatan aka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta ekan Abdulla. 9 ta ekan. Nechtadan tuqqan qo'ylar bular aka? Ha? Nechtadan tuqqan bular? Bular mana tushib ko'rsataman Abdulla. Chashlarni ko'ring. Bunga junini. Simjun variant akalar. Mashq qo'y, sal et olib bo'g'oz bo'lsa, xudo xolasa, yaxshi pul bo'ladi mana mashq. Zo'r pul ketadi Abdulla.
Qo'ydi hali boquvda hamma narsa hali. Bular bola boqqan-da, bittadan Bola ikkitadan boqqan. bolasini sotdim. To'g'risi, bu Ha. yerda egizayi ham bor edi, boshqasi ham Ikkasi bor ham edi. bor, egizayi Ha. ham bor. Bittadan ikkitadan bolasini ajratib sotdim. Eng qizig'i shu narxida-da, qo'zini Narxi narxiga arzon. beraman, Abdullo. Katta ochig'ida. Bularda endi 2-3 oy boqirsa uji tayyor bo'ladi, aka. Bemalol bo'ladi. Endi bularda akalar bitta ikkitadan tuqqan qo'ylar, aka. Yaxshi boqsa, Abdullo, Yaxshi bitta gapda Qur'on hayitga tayyor qilib qo'ysa bo'ladi. Tayyor qilsa. Endi Yaxshi boqsa, yem zo'r bersa. tishlari butun hammasini, aka. Qarisi yo'q qo'ydi. Misol uchun hali hamma ham qarisi yo'q. go'sht ometda bolaga ham olishadi-yu. Bolaga Bemalol ag'dan tash tortishmasin. Tishlari yosh qo'ylar. tishlari yosh, hali hozir Qarisi yo'q. qochroq qilmaydi. Bo'ylari ham oldi 85 chiqadi. Oldi 85 chiqadi. Pasti 75. Pasti 75. Bitta ikkita ekan-a? Ha, ikkita kichkinasi bor. Kichkinasi bor ekan. To'g'risida. Xo'p, aka narxi necha pul bo'lardi? Narximi? Narxi. Yopishtirib bo'ladigan 2 million 700 dan desam bo'ladimi, Abdullo? 2 million 700 dan. 2 million 700 dan. Bunga to'g'risi Samarqand, Toshkent qiziqmaydi. O'zimizni vodiyda buni so'ragan o'ta ko'p-da, Abdullo. O'zimizni vodiyda buni so'ragan o'ta ko'p. Endi a'da ham misol uchun fermer akalarimiz qiziqib qolsa, ularga dastlabki Ha, dastlabkasini qilib beraveramiz. Lekin buni hozir bilasiz, o'zi vodiyda asosan. Ha. Asosan. Ya'ni cho'ponlar ham qiziqadi, O'shlar qo'yga qo'shgani, qo'yga qo'shgani, yaylovga chiqqani. O'ting bularda aka. Bo'ldi, Abdullo, hammasini bir joyga olsa, 9 o'g'ni bir joyga olsa. 2 million 600 mingdan 2,5 dan qiling shuni to'ppa-to'g'ri. 2,5 dan olib ketadi. 2,5 dan ketdi aka. Kichkina sutemga qo'zini pul olib ketadi. 2,5 dan Urishbek aka keling oxirida bir aka. Shu bo'ldi, vodiy bo'ylab bo'lsa 2,5 milliondan berdim. 2,5 milliondan barbar aka. Vodiy bo'ylab dastlabki. Vodiy bo'ylab dastlabki 2,5 milliondan berdim. 2 million 500 ming so'mdan mana akalar qisir so'g'lilar qo'zini narxida. Bunaqasi bo'lmagan haqiqatdan. Tavsiya qilib qolamiz, O'zbekiston bo'ylab dastlabkilar bor, kelishilgan holatda bo'ladi. Dastlabkasini qilib beramiz. Yeb ichishiga, kasal-pasal bo'lsa, yeb ichishlari yaxshi. Yo'q, bu qo'ylar vaqti sog'lom. Sog'lom, bir hafta garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Bo'kitib qo'yishmasa bo'ldi. Sarot yelinni qarang. Vaqti ish bitgan. Bolani ham xudo xolasa. Hozir qo'zi qo'shib yuborsalar ham bo'laveradi bularga. Endi ba'zi yemlash kerak. Ya bo'ldi, buni yemlash kerak, Abdullo. O'sha tezroq plyusga olib kiradigan. Bo'ldi, qo'y qolmadi aka. Yo'q. Mana shu bori qo'yimiz. Bu videomiz chet elda aka-uka, opa-singillarni ko'rayotgan bo'lsangiz ham karta bor, kartadan pul tashlab bersam bo'laveradi aka. Hamma yo'q bor. Hamma yo'q, kartadan pul tashlab bersanglar ham uyga jo'natib yuborishaveradi. WhatsApp, Instagram, Telegram hammasi bor. Telefon nomerlarini ekranda qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilar bor. Hamma aytgan qo'yimiz kelishilgan holatda. Shunday videolarimiz ham tugaydi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devlet Eksilda oldida Qo'shibek akamiz xonadonida syomka qildik. Sizlar bilan Abdulloh Husayn Shadmin Abdulloh bo'ldim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.